4-chi bob. Ayso Masih jismoniy jihatda azob oqibat chekkan ekan. Sizlarmu shundoq iroda bilan o'zinglarni qurollantiringlar. Chunki Xudo yo'lida jismoniy jihatda azob oqibat chekkan kishi gunoh qilishni to'xtatishga bel bog'lagan bo'ladi. Buning bilan keyingi hayotinglarni yomon havaslarga berish bilan emas, balki Xudoning irodasiga muvofiq o'tkazsizlar. Burun sizlar Xudoga e'tiqod qilmaydiganlar yaxshi ko'radigan ishlarni qilib, ko'p vaqtinglarni o'tkazayotdinglar. Sizlar buzuqchilik, shahvoniylik, haroqkashlik, aysh-ishrat, osh ko'zlarcha yeb ichish va yirkinchlik, butparastlik ichida yashab kelgan edinglar. Xudoga e'tiqod qilmaydigan odamlar hozir sizlarning o'zlariga o'xshash shahvoniy turmushga berilmaganliginglarga ajablanib, sizlarni haqoratlamoqda. Lekin ular bu qilmishlari uchun so'roq qilishga tayyor turgan Xudoga hisob berdi. Kelgusida Xudo butkul insonni mayli tiriklar yoki o'lganlar bo'lsin so'roq qiladi. Shu sababdan Xudoning xushxabari o'lganlarga ular o'lmasdan burun yetkazilgan edi. Natijada xushxabarni qabul qilganlar garchi jismoniy jihatda boshqa insonlarga o'xshash Xudoning hukmi bilan o'lgan bo'lsa-mu, lekin ularning ruhi Xudo ato qiladigan mangulik hayot bilan yashaydi. Dunyoning oxirlashadigan kuni yaqinlashmoqda. Shunga sizlar ig'ir besiqlik va sagaklik bilan duo qilinglar. Hammadan muhimi bir-biringlarga samimiy mehr-muhabbat ko'rsatinglar. Chunki mehr-muhabbat nurg'un gunohlarni kechirgizib yetadi. Bir-biringlardan norozi bo'lmay, mehmondo'st o'tinglar. Xudo tarafidan har biringlarga xilma-xil hadiya sifatida ato qilingan qobiliyatlarni yaxshi qo'llanib, bir-biringlarga xizmat qilinglar. Kimga Xudo to'g'risida ta'lim berish qobiliyati ato qilingan bo'lsa, u Xudoning so'zlarini so'zlasin. Kimga boshqalarga xizmat qilish qobiliyati ato qilingan bo'lsa, u Xudoning bergan kuch-qudrati bilan xizmat qilsin. Buning bilan hamma ishda Xudo Ayso Masih orqali madhilindi. Barliq shon-sharaf va kuch-qudrat Xudoga abadil-abad mansub bo'lg'ay. Amin. Qadrli qarindoshlarim, sizlar qattiq sinoqlarga duch kelganinglarda ajoyib bir ishga yo'l qilib qoldim deb hayron bo'lmanglar. Aksicha, Ayso Masihning azob oqibatiga o'rtoq bo'lganinglardan xushal bo'linglar. U shon-sharaf bilan qaytib kelganda, sizlarmu shod-xuramliqqa cho'misizlar. Ayso Masihga e'tiqod qilganliginglar sababidan haqoratga uchrasanglar, naqadar baxtlisizlar. Chunki Xudoning ulug' ruhi sizlarning qalbinglardan o'rin olgan. Aranglardan birining azob oqibat chekishi hargizmi qotillik, o'g'rilik va yomonliklarni qilish yoki boshqalarning ishiga aralashish sababidan bo'lmasin. Lekin aranglardan biri Ayso Masihga ergashguchi deb atalganligi sababidan azob oqibat cheksa, u buningdan nomus qilmasin. Aksicha, shu nom bilan atalganligi uchun Xudoni madhilisin. Chunki so'roq vaqti boshlandi. Bu so'roq oldi bilan Xudoning farzandlari, ya'ni e'tiqodchilarning e'tiqodini sinashdan boshlandi. Agar bu biz e'tiqodchilar uchun qiyin bo'lsa, u holda Xudoning so'ziga quloq solmaganlarning oqibati qandoq bo'la? Dal muqaddas yozmalarda yozilganidek, agar odil odamlarning qutqizilishi tas bo'lsa, Xudo yo'lda mamg'anlar va boshqa gunohkorlarning oqibati qandoq bo'la? Shuning uchun
Xudoning irodasi bilan azob uqubat chekkanlar jinini ishonchlik yaratquchiga omonat qo'yib, yaxshi ishlarni qilishni davomlashtirsin.